Hammaga salom. Bugun sizlar bilan yana men Levocraft. Bugun bu videoda men mana shunday katta bedrock xonada 50 ta zombiga qarshi bir o'zim ushlaman. Bunda menga mana shu sandiqdagi narsalar yordam beradi. Endi bu narsalarni men kiyib olsam va olib olsam. Ana bu qo'yamiz. Bu branjetli juda ko'p. Ana branjetlarni oldim va endi menga yarashganini qaranglar. Menga juda ham yarashdi. Endi mana bu qilich va 64 ta oltin olmani oldim. Ana endi bir zumda hozir o'zimni videodan ko'rinishga o'tib ko'chani qorong'i qilib olaman. Mana men o'zimni videodan ko'rinishga o'tib kunni ham kechqurun qilib oldim. Ana endi bu yerdagi 50 ta zombiga qarshi bir o'zim 50 ta zombiga bo'ldi. Mana 50 ta zombini ham bir o'zim yo'q qildim va bu video shundan iborat edi. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa like bosing. Mana shu video 5 tadan ko'proq like yig'adigan bo'lsa, buni ikkinchi qismini albatta olaman. Ya'ni ikkinchi qismida 100 ta zombiga bir o'zim qarshi chiqaman. Mana bu 50 ta zombiga qarshi chiqqandan u juda ham qiziqroq va ajoyibroq bo'lishi ishonchim komil. Videoga albatta like bosib keting va bas.
pastdagi obuna tugmasini ham bosib qo'ying. Shu bilan video tugadi. Xayr, salomat bo'ling.